Assalomu alaykum. Tush ta'biri kanalimizga xush kelibsiz. Tushda qo'y ko'rsa. Ibn Sinaning aytishicha, tushdagi qo'y harbiy o'ljani bildiradi. Tushida qo'ylarni o'tlatib yurganini ko'rsa, bir guruh ustidan ulug'lik va rahbarlik topishiga dalildir. Qo'ylarning ba'zisi oq, ba'zisi qora ekanini ko'rsa, o'sha guruhning ba'zisi arab, ba'zisi ajam ekaniga dalildir. Tushida ko'p qo'ylarning yig'ilganini va ular o'zining mulki ekanini ko'rsa, ko'p boylik topishiga dalildir. Tushida yelkasiga qo'y ko'targanini ko'rsa, birovning omonatini gardaniga olishiga dalildir. Tushida pishirilgan qo'y go'shtidan yeganini ko'rsa, harbiy o'lchaga ega bo'lishini bildiradi. Tushida yeyish uchun qo'y so'yganini ko'rsa, dushmanni yengishini va molidan yeyishini bildiradi. Kirmoniyning aytishicha, tushida qo'chqor qo'yi topganini yoki birov berganini ko'rsa, ulug' bir odam bilan suhbatdosh bo'lishi va unda ulug'lik va boylik topishiga dalildir. Tushida qo'chqorning bo'g'izlanganini va qo'yib yuborganini ko'rsa, bir ulug' odam ustidan zafar qozonishi, molini tortib olishi va xarj qilishiga dalildir. Tushida qo'chqor ustiga o'tirganini, uning itoatli va bo'ysunuvchi ekanini ko'rsa, bir ulug' odamning ustidan zafarga ega bo'lishiga dalildir. Tushida qo'chqor uni yengganini ko'rsa, ta'biri aksincha bo'ladi. Tushida qo'chqorning boshi va oyog'i sindirganini ko'rsa, aytilgan odamni yengishiga dalildir. Tushida qo'chqorning yungi ko'pligini va bu yunglar o'ziniki ekanini ko'rsa, uning miqdoriga qarab odamlarga farmon berishiga, ular o'zining qo'l ostida bo'lishlariga, ulardan ko'pgina mol-u davlat topishiga dalildir. Mag'ribiyning aytishicha, tushdagi sog'liq qo'y ulug' va saxiy ayol bo'ladi. Tushida sog'liq topganini yoki birov unga berganini ko'rsa, aytilgan sifatdagi ayol unga do'st va talabkor bo'ladi va undan mol hosil qiladi. Tushida sog'liq qo'yi yo'qolib qolganini ko'rsa, o'sha xotin undan judo bo'ladi. Ismoil Ashasining aytishicha, tushida sog'liq qo'yni bo'g'izlayotganini ko'rsa, pokiza bir ayolga bo'xton qilishini ko'rsatadi. Agar sog'liq qo'y qora bo'lsa, arab xotinni, oq bo'lsa, ajmai xotinni bildiradi. Qo'yning terisi halol mol bo'ladi. Tushda qo'yni ko'rish 5 narsaga dalildir. Ulug'likka, ulug' ayolga, molga, farmonga, izzat va manfaatga. O'ylaymanki, ushbu tush ta'birlarni bilishga qiziqqan har qanday inson uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Kanalimizga obuna bo'lishni, videolarga like bosib izoh yozib qoldirishni esdan chiqarmang. Rahmat.